Hali rejalda boshqacha. Boramiz Turkiyaga. Tanishganimizga 6 oy bo'ldi. Har doim shu gapni gapirasiz. Va'da beraman. Yo'q, men ketdim. To'xta. Taksi kutib turibdi. Zakonu. Akasi qilyor, va'da beraman, olib boraman. Bo'pti, mayli. Hey! Ha? Nima yetkazib o'tyapsan sen? Bo'ldi, yarashib oldik. Ketmaydigan bo'ldim. Bu Yandex kelib kutib o'tiribdi. Sizlar urishsanglar, yarashaversanglar, bizning aybimiz nima? Kelib o'tirman, ko'rib turibsan. Sen yarashayotgan, qachon urish ekan deb o'tiramiz bizga qarab. Mani sevgan qizimni sansiramang. Sen mana bu yoqqa yurdi. Boyka! 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 Nima qilay? Nima yeysan? Shastik yeysanmi? Yo'q. Qo'y uni menga qara. Nima qilay? Tuxum qaynatib beraymi? Bilmasam. Nima qilay? Nima qilish kerak? Aka menga aytyapsizmi? Akajon, men o'tib ketadigan odam. O'tib ketsam maylimi? Ha, mayli. Rahmat. Bo'pti, Yandex tugadi. Urushmanglar, xo'pmi? Bo'pti.